Oldin bog'i bolalar videoni o'tkazib olmaylar. O'tgan yil ekilgan anjir shoptonni listigi bo'ladi. Ertagisi iyunning 10 kunligida pishadi. Mana. Birinchi yil ya mana. Ko'rib tursan mevalarni 2 ta, 4 ta, 6 ta, 7 ta bitta shaqada. Prosta biz qo'yib qo'ydik. Aslida bunga 2 dona, 3 dona meva qo'yish kerak. Qana holatda yetilkizarkan anjir shoptoni mana listigi. Dunyodagi eng shirin shoptonlardan bittasi anjir shoptoni hisoblanadi. O'zimda Ufa bog'i bor, Ufa 1ni zo'r sotyapman. Endi anjir shoptoni listisi ham o'ta shirin. Bozorga o'tgan yili 40 ming so'm, 50 ming so'm sotildi shu anjir shoptoni listisi. Mana mana shu holatda. Buni ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganman. Olib keling, bu gilosimizni ko'rsating obunachilarimizga. O'tgan yili ekilgan chempion giloslarimizdan bittasi Real Tego. 16-aprel sanasida ola tomiri bo'ldi. Mana o'tgan yil ekilgan. Ko'rib turibsizlar. Sarg'ayadi, qizaradi, qorayadi. O'tgan yil ekilgan Real Tego. Kimga buni ishonchli ko'chatlari kerak bo'lsa, biz ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Xudo xolasa noyabr oyiga tayyor bo'ladi. Shoptoli, gilos, hamma ko'chatlardan satimiz. Bu ona bog'imiz hisoblanadi. Chetda ekanmiz, sinovdan o'tadi. Ko'chatini sotamiz. Obunachilarimga xudo xolasa yaxshi narsalar ilinganman. Bundan keyin ham yaxshi narsalar ilinib, sifatli bog'lar qilamiz. O'zbekistonga o'zimizni hissamizni qo'shamiz biz ham albatta. Mana holatlari. 16-aprel sanasida. Farg'ona viloyati Quva tumani Tolmazoq qishlog'ida manzilimiz. Ko'chatlarimizning manzili Andijon Asaka tumani Ozod qishlog'ida. Sog' bo'lasizlar do'stlar. Videoni shoptoldan gilosga qiziqqan do'stlarga yuborib qo'yinglar. Kanalni like bosishdan chiqmasin.